Agar siz O'zbekistonda emas, Turkiyada tug'ilganingizda hayotingiz qanaqa bo'lardi? Birinchi, bog'chaga bormasligingiz qiyin masala bo'lardi, chunki aynan bog'cha topish qiyin. Keyin 6 yoshda maktabga borardingiz, litseyni 4 yilda bitirardingiz va universitetga kirdingiz. 2 yil yoki 4 yil o'qib, tabriklayman, siz ishga olindingiz. Agar litseydan keyin o'qimagan bo'lsangiz, oddiy ishchi bo'lib eng kam $600 ishga kirdingiz. Uylanish yoki erga tegish vaqti keldi. Erkak kishi bo'lsangiz, kelinga kamida 100 gram tilla taqasiz va to'y xarajatlari sizga oid. Ota-onangizdan katta yordam kutmaysiz. Agar qiz bola bo'lsangiz, oshxona va yotoqxona to'ldirish sizga tushadi. To'ydan keyin bo'lsa, ota-onangizdan uy qolgan bo'lsa, siz boy insonsiz. Uyingiz bo'lmasa, ijarada uy olib, oyiga kamida $600 to'laysiz. Oziq-ovqat qimmat, oddiygina avtobus narxi $1 dan to'lab ishga borib kelasiz. Bunaqa qiyin hayotdan siqilib, psixologga borsangiz, u har bitta seansi sizga $250 etadi. Endi aytingchi, Turkiyada tug'ilish xohlarmidingiz? Farzandingiz bo'lgandan keyin ikkinchi farzand o'rniga mushuk yoki kuchuk boqishni ma'qul bilardingiz. Xullas, hayotingiz shu yugur-yugurlar bilan o'tardi. Agar boy oilada dunyoga kelgan bo'lsangiz, unda bingo. Keyingi reelsimda uni ham aytib beraman.